Assalomu alaykum. Qo'qondan G'azabchas obunachilari, akalar, tujumisizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun Qo'qondan G'azabchas bozorimizda igri stoykalarning narxlarini so'ragan ekansizlar. Mana akalar, igri stoykalarni ko'ringlar. Haqiqiy rossiyskiy. Bahosining orqasi mana shu, orqalarini 300 ming deyilyapti. Ozgina sunnatiga kelishtirib beriladi. Mana bu oldilar ekan. 200 ming so'm deyapti. Rossiyskiy. Bularda ham ozgina kami bor. Kelishaverasizlar. Telefon nomerini ekranda ustiga qo'yib qo'yaman. Xohlagan joylarga dastlabkasi bor. Kelishilgan holda. Undan tashqari mana yana yangi narsalar bor. Mana xohlagan narsalar bor. Ko'raverasizlar. Mana kimga nima kerak bo'lsa akalar. To'g'ri stoyka deysizlarmi mana 80 ming, 100 ming, 120 ming har xil holatga qarab zamoylar deysizlarmi mana akalar. Nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana naralning nasog bag'i yasamalari ham bor aka mana. Realistan lafkaning nimalari yasalganlari bor. Mana lafkalar deysizmi, qaldirg'och deysizmi, sapochkalar. Mana hamma narsalari bor qishloq xo'jaligida. Kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Telefon nomerlarini ekranda ustiga qo'yib qo'yaman. O'zimizda Hatomjon ukamdan. Videolarimiz kimgadir manfaatli, foydali bo'lib turgan bo'lsa, like, podpiska tugmalarini bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar akalar. Mana ko'raveringlar bozorlarda. Egri stoykalarimiz shunaqa 300 ming orqasi, 200 ming oldiga ozgina o'tib beriladi. Pullik stoykalarga